Sözleydi hamam kara cinim biz düşken suret Nimelerge könmeydi insan Yüreğide yansa muhabbet Bəxtimizde sözleydi aman kara cinim biz düşken suret Medet bana senin varlığı Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dımxanamgı taşlısan kadem Çin muhabbet akiden bilen Dımxanamgı taşlısan kadem Hiç kimge canım mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni tushundirma hech kimga gulum mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni Medet bana senin varlığın Mehri bilen küler bu alem Çin muhabbet akiden bilen Dılxanamgı taşlısan kadem Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dılxanamgı taşlısan kadem Çin muhabbet akiden bilen Dılxanamgı taşlısan kadem Çin muhabbet akiden bilen Dılxanamgı taşlısan kadem Dılxanamgı taşlısan kadem Nazır şagirtdir. Amma usta çoğu yetişkenlikini unutup kalma. Silingen lağmanınızını duyan sizden bir imtayıp bakay. Ve nimra elim korkutsuz deyme. Sizdek o'quvchilar kechgacha imtihon beramikin debdimi? İmtihanın olganligini bilgan bo'lsam, uyinimi tashlab yiroqroq qochib ketgidekman. Aytulun, opamni qo'rqatma. Bo'lmasa bizni tashlab ketadi, cho'qqan sanatida. Nimda chiroyli. Hammasini to'ydan burun aql sovuq qilgan. Aynan. Issiq sovuqmi? Issiq bo'lsa yanga. Lekin men ko'rmaganlarga xeli chiqga. Nimda chiroyli. Yaxshi qildi. Oy, sen bakkansan qo'qa. Opamchu. Apam atiya telefon qilib tikafka. Uyga bir kasam deb. Gulparilar bilan kelgan to'q.
Ular ikisi birlikte bozorga ketdi. Yaqinda tuqqanlar keldi emasmi? Ha, sen bir kelib qolsan ukam. Apam seni bolasini sirtga chiqarmaydi deb aytmoqda. Aynur keptike, Aytulunu çoğayga ketken. Şu an apamni yo'qlab kelay deb buddil kelishimdi aka. Sen bir eş olmalı. Nadira? Ha? Sen bir eş olmalı ukam. Yo'q. Hiç yo'q aka. Aka men mağayçı. Apam bilan telefonda görüşey bo'ldi. Ha, ma'qul. Yo'l diqqat qilamsan? Ha. Oy canım, oy tatlım, oy tatlım. Canım benim, oy tatlım. Qara balam, qash ko'ziga qara. Ma qonşalır çok tehi bunun. Oydan. İldargılam o'xshaydi balam. Opa, ba'zi yerlari yengemnikiga o'xshaydi-ku. Qara ona peshonasi bilan ko'z quloqlariga. Rost deysa balam. Balığı bir qarsa dadısqa, bir qarsa opusqilam o'xshaydi ekan. Oydan. Sen kichik vaqtingda ba'zanlar men o'xshatdi, yana ba'zanlar dadangga o'xshatdi balam. Yengem o'zini usti bilan baqqashqa opa, qara Aytulunning chiroyiga xuddi sut temib turgandekla. Süt emas, qaymoq degine qaymoq. Canım balam, kelinim o'zi emitib beqiyotqachqa, bu tatliqim bir qitimma og'rib qolmadi mana. O'tdan. Yengemning chiroyimchi opa, xeli asli kelib qopdi. Farida yengemning aytishicha, onalar bolasini o'z emitib baqsa, oson qayirib ketadi degan gapning qilch ilmiy asosi yo'q ekan opa. Rost deysa balam, rost deysa. O'tdan. Ha aka. Egilib kirib ukam sana deydigan gap bor edi. Bayab esimni ko'tarilib qopti. Ha ma'qul. Ma'qul aka. Aşında yolgan adam aldaydigan gaplarni kim to'qib chiqdi ekan tang balam. Men yizimizda balani o'zining suti bilan boqqan, chiroyidan tetiklik chiqib turdigan, sog'lom, ishchan, kelishgan onalarni men bekchiq ko'rgan. Qirib ketsa, shular qirib ketsa bo'ladi qizim. Lekin bali emitgan onaning bir husniga ming husni qo'shiladi qizim. O'zing degandek yengang bola emitganning yoqi ko'zimga shunchalik illiq ko'rinadigan bo'lib ketdi qizim. Ajdodlarimiz odam etganga tozimat deb to'g'ri debdi-ku opa. Yengam sizlarni qancha hurmatlagan seri biz bunga tabiiy yiqilishyapmiz. Tomoqnim xeyli o'xshatib etadigan bo'pti degina opa. Uylarga qarab baqqansa burunqi nana emas, hozirgi Nadira. Muomalamiz shunchalik illiq. Qilgan qo'polliqlarim uchun afu qiling deb ketdim, shunga net chiqdim. To'g'ri debsa qizim.
O senin yengen tosa. Yengenni hürmet qilganing, akangni hürmet qilganing. Azmaydigan kim bor deysa balam. Sevillik ötkizgenlerinin xatolig'iga eslab olish, yig'irni tatlash bu bir xil illat. Bu fazilatli kishilarga faqat yarashmaydi. Qanchalik kang qo'saq, oliyjanob bo'lsang, so'lib ketgan dillarni illata olaysa balam. Көрүватқаныңла Milletler İttifaqlığındaki үлгілік кархана, şundaqla Ürümçinin dаңлıq tovar markası болған Şinjan Safiya Xalqara Soda Çəklik şirketi tajdorligidagi tor televiziya filmi tartilmagan suratlar. Liyandaning julasi sizning jilvangizdan keladi. Chachlaringizning yumran, baqiriq, tabiiy bo'lishi liyandadan ayrilamaydi. Liyanda shaptul meg'zi malhimi chechingizni oziqlantirib, qurg'oqlashishini tugitib, elastiklikni oshirib, chechingizni texmi jazbdor qiladi. Chechingizga quvvat, o'zingizga latofat, u rivoyat emas. Liyanda shaptul meg'zi chash quvvatlash malhimi. Bu filmimizni pokizlikning elchisi, cho'ng kichik ayol hamma rangga mos keladigan Liyanda tushirish birkimiz qatorliq yo'nishlik mahsulotlarni ishlab saqlagan DKI Liyanda kirimchiligi alohida qo'llagan. Vay Gülperi. Ha. Ben şu uyda. Ha, Nadirem ağzı kildi. Maqul uqdim. Bo'ldi men deb qo'y. Maqul deb qo'ysha. Aka. Kilafka. Peki, peşin nokta. Nadira. Ko'ngling toza aravida emas, shundaymi Afkon? Yo'q. Hech yo'q. Sen shunda bilingan o'xshaydi aka. Nadira, men sening birdan-bir qarindishing Afkon. Sening chirayotgan o'zgarishlarni men bilib turman. Bundan burun sana bunda altını ko'rib boqmoqchi ekanman. Sada nima ish bo'ldi Afkon, rost gapni qila. Voy, rostla. Men hech nima bo'lmadi. Sen shunda bilingan o'xshaydi aka. Men qarasinglar. Seni oshundoq bearab qotgan zot qandoq ish u? Akangim digzamaqa. Ben sana dey aka. Ha Gülperi. Ha Nadira qishimda. Voy ma'qul uqdim. Xo'sh. Qanafka. Qo'lqim senda. Gapingni boshla. Qandoq desam bo'la? Onun gibi yanı çıkırgan boldu aka. Osmanlı sen obdan bilirse. O yanı şu. O yanı bir şumluk kıldığan dekla. Ko'nglim yığıp durdu aka. Sen benim bu bir yaramçılığımı sızıp kaldın aka. Bundan başka hem iş caydı aka. Ben de ensirmisam buldum. Nimalarni deydigan sen Nadira? Nadi qalayimqa xiyollarni qilmay, ko'nglingni to'q tutib, turmushingni xotirjam o'tkazsang, undan boshqa ishlardan azrishingning hojati yo'q Fukam. Agar ko'nglingning bearamchiligi haqiqatan menga deganingdek bo'lsa, sen ortiq o'ylab ketibsan Fukam. Apam bilan Gulparining so'zligini tugabdi. Gulpari abay telefonda aytılığın ağa nəskiriklərini Nadirənin uyga aparıyıb deb, anam dikken qaytı mən Nadirəni qayıtsın deydi Ufqam.
Balkim sen deganda ko'p o'ylab ketgan o'xshayman aka. Amsi men mangay. Nadira, ruhliq bo'lgan bo'lamda. Qanday ishlar olsa men akang bor. Menga degan, ha? Bilmem aka. Undaq demang. Akamning oldida nemishqa yaqiraytdingiz? Siz bilmaysiz sanım. Farzandlik bulanmadık deb akınızın ko'ngli bahmi yerim. O her daim Aytulundek ballarını ko'rsa, men bir qismli qaraydi. O joyda yurgim bahmi etish keladi sanım. Akam undaq qilsa adolatsizlik qilgan bo'ldi o'yinga. Farzandlik bulamagan er-ayollar az emas-ku? Ha? Ularning turmushimi xo'shal-xo'ram inoq o'tib-o'tibdi-ku. To'g'ri. Men akınızda men adolatsizlik qildi deb o'ylamayman. Ham unimi men qo'pollik, yo'lsizlik qildi deb ranjimayman. O'sha ishlarni o'ylasam, nabiga bak ichim og'riydi. Yenge, aman bo'lsanglar u kunlarni kep qala. Lekin farzandlik bulamıdıq deb o'zinglarni azoblasanglar, bir-biringlardan og'rinsanglar bo'lmaydi. Nabining haqning farzandlarini ko'rib, ma'yus, g'amkin holatini ko'rsam, uningdan kechirim so'rag'larim kelib ketadi. Yenge, nemishqa undaq deysiz? Aytulunmu sizin farzandingiz o? Hı? Doğru. Onun külkisi, baxti, akam şikinlağın mensup. Macam apa papa? Macam apa? Sikut. Добре, пошли туда. Мен сос, пошли сочки да. Баба. Добре, бик. Как турам се? Ben Nadira'nın aksi. Qaysi Nadira? O'zi qilishni qilaverib, ammo unutib qoldim Nadira'ning kimligini. Men kimni bo'za qiptiman? Gapimiz uchuqda-da. Osmon, gapimni anglabdi. Nadira sen xursandlik qilyapsan. Sening oldingda Nana dey. Men Nananing aksi Nabi. Ha. Nana deb qo'y. To'g'ri. Endi sen keldi shunda. Shundoq. Sog'lomlik xotirjam turmushiga yana sayohat qilishga xiyollaring endi bo'lmasin. Endi o'shani tefshu. Adabsizlik bo'lsin davray. Avval kimni oldiganligini sanlardan so'ra. Undan keyin meni izlab kelsang to'g'ri bo'ldi. Bu ishni tergan men emas, birodar. O'zingning qayrintishi. Arnamasdan nimaligini bilgichiligi bor odam bo'lgan bo'lsam, nikohli bir qizning uyini buzadigan bundan nomardlik
pəskəşlik oğaçlarını qınmağan bolatdın. Qaraganda hayvanmı qınmaydigan bəzi bir qırıqlarından pəxrindiğen oxşamapsan. Qara. Dükkanlarında şunda bezib olapsan. Əsl sən dükkanlarında başlab bezəşdən ornuğa. Özünün köңlünü, royetini şunchalik bezgan bo'lsam, bu dunyo to'lg'anlikning oz to'lasi muzkilangan bo'ladi. Nadiran ikki chaqsiz ko'ra qoldi. Bas. Yana singlim haqoratlaydigan, g'ururimni tiydigan bo'lsam, pushaymonlardan qoch topolmay qolasan. Aqling bo'lsa, o'zing avarchiq deb bag'ing bo'lmasa, etimni tezgina tat. Çiğin rahmet. Bunda qazonga bundaq chumush deydigan gap bor, birodar. Osmonning tushiga tegib hech kim yaxshi kun ko'rmaydi. Buni sen mi bilib ol? Nima bu? Mening gajgamni besib turgan yana bir eg'ir tog' bu. Perzentinin salgan otudan kavak bular bağrı yüreği. Perzentinin salgan otudan kavak bular bağrı yüreği, bağrı yüreği. Düşnüsidin ilimler yüklü, aramazın içilsin çekli. Düşnüsidin